Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Minbar tok-shousining navbatdagi soni efirda. Bugun qiziqarli mavzuda gaplashamiz. Raqamli texnologiyalardan foydalanish madaniyati. Albatta bu madaniyatni bizga yaqinroq yetkazish maqsadida, shakllantirish maqsadida studiyamizda soha ekspertlari bor. Assalomu alaykum. Barchangizni ko'rganimizdan xursandmiz. Bugun raqamli texnologiyalar hayotimizning deyarli barcha jabhalariga kirib kelmoqda. Ta'lim tizimi ham bu jarayondan chetda emas. Aksincha, zamonaviy ta'lim sifatini oshirish, o'quv jarayonini yanada samarali va shaffof tashkil etishda raqamli texnologiyalar tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yurtimizda maktabgacha, maktab, kasbiy va oliy ta'lim tizimlarini raqamlashtirish, elektron xizmatlarni kengaytirish, ta'lim muassasalarini zamonaviy kompyuter texnikasi, internet, interaktiv jihozlar va raqamli platformalar bilan ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Biroq ta'limni rivojlantirish bu faqat kompyuter yoki zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash degani emas. Eng muhimi, ana shu imkoniyatlardan samarali foydalana oladigan, axborotni izlaydigan, tahlil qiladigan, raqamli muhitda muloqot qiladigan va o'z ma'lumotlarini himoya qila oladigan shaxsni shakllantirishdir. Shu ma'noda bugungi kunda raqamli kompetensiya qay darajada? Raqamli texnologiyalardan foydalanish madaniyatini qanday shakllantirish kerak? Va eng muhimi, raqamli transformatsiya ta'lim sifatiga qanday ta'sir ko'rsatayapti? Bugun shular haqida gaplashamiz. Dastlab sohadagi islohotlar haqida gaplashamiz. Marhamat. Unicorn akademik o'quv markazimiz 2025-yil noyabrda tashkil topgan. Hozirgi kunga qadar 1200 dan ortiq texnologiyalarning malakasini oshirdik. Ularning aksariyat qismi, ya'ni 60% dan ortig'i shu sun'iy intellekt bilan bog'liq bo'lgan kurslarda malakasini oshirdilar. Sun'iy intellekt bilan bog'liq bo'lgan kurslarimizda texnologiyalarda kursga uncha talab yo'q edi. Keyinchalik talab kuchaydi va hozirgi kunda o'quv kurslarimizda texnologiyalari sun'iy intellektni professional darajada o'rgatishga talab chiqmoqchi. O'tgan hafta korxonadan talab chiqdi. Korxonaning birinchi rahbari, ya'ni boshqa raisidan tortib oxirgi bo'lim boshlig'igacha shu yo'nalishda malakasini oshirishdi va kurs oxirida ular rahmat aytishdiki, shu kunga qadar qilayotgan ishlarida sun'iy intellektning qanchalik ularga foydasi borligini ular o'zi tushunib yetishdi. Foydalanish madaniyati yaxshi shakllantirilyapti demak. Shakllanib bormoqda. Va uni o'rgatadigan mutaxassislar ham demak malakaliga ega bo'lishi kerak-da. Ustozlarning malakasini oshirish jarayonlari qanday bo'ladi? O'qituvchilarimiz o'sha ishlab chiqarish va oliy ta'limdan jalb qilamiz. Sohada ular PhD qilgan, shu loyihalarda ishtirok etgan mutaxassislar va xorijda malaka oshirgan mutaxassislarni ko'proq jalb qilishga harakat qilamiz, chunki hozirgi buyurtma asosida kurslarga talab tushganda talablari shu sohada malakasi yetarli, xorijiy tajriba va amaliyotda qo'llash mumkin bo'lgan misollarni keltirsa, kurs qiziqarli bo'ladi deb ular talab qo'yishadi. Biz shunga buyurtmachilarning talablariga moslab o'quv dasturlari ishlab chiqamiz. Jamiyatdagi fan texnikaning rivojlanishi juda yuqori tezlikda ketyapti. Oxirgi 5 yillik bilan bugungi 5 yillik yoki kelajakdagi 5 yillikni bir-biriga solishtirish uchun o'sha prognoz qilish juda qiyin vaziyatga kelib qoldi, chunki aynan sun'iy intellekt yordamida universal qurilma, ya'ni universal yordamchi vazifasini bajaruvchi qurilma sifatida to'g'ri foydalansa juda katta yutuqlarga erishiladi. Men ilmiy tadqiqot ishlari va ushbu yo'nalishni rivojlantirishda boradigan jarayonni tushuntirishdan oldin texnik usulda sodda qilib axborot kommunikatsiya texnologiyalari, raqamlilashtirish va sun'iy intellekt bularni o'zaro bog'ligi nimadan iboratligini tushuntirib olishga harakat qilsam, keyingi tushuntirmoqchi bo'lgan narsa unga bevosita bog'liq. Ushbu uchta tushunchani bir-biriga o'zaro bog'liqligi jamiyatda qisqa vaqt ichida haddan tashqari katta miqdorda raqamli ma'lumotlarni yig'ilib qolishi va generatsiya bo'lishini talab qiladi, ya'ni AKT va raqamlilashtirish. Bu katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash, ularni monitoring qilish, ya'ni boshqaruv tizimlarini nazorat etib borishlar inson tomonidan juda katta resursni talab qiladi. Va bu narsani o'rnini bosuvchi yordamchi sifatida biz sun'iy intellektni tanlab oldik. Sun'iy intellekt juda katta hajmdagi ma'lumotni qisqa vaqtda qayta ishlash va kerakli natijani tahlil qilib berish imkoniyatiga ega bo'lgan instrument, ya'ni o'zbek tilida vosita. Bu ma'lumotlar ikki xil turga bo'linadi. Ya'ni oldindan ma'lumotlar bazasiga saqlab olingan ma'lumotlar va real vaqt davomida, qisqa vaqt davomida aynan shu vaqtda o'zida olingan ma'lumotlar.
Bu ikki turdagi ma'lumotlarni qayta ishlash, bularni amalga oshirish jarayonlari o'zi tubdan bir-biridan farq qiladi. Shu kungacha bazada bo'lgan ma'lumotlarni qayta ishlash bu ancha yengilroq va unga uzoqroq, ko'proq vaqt ajratilgan bo'ladi. Aynan shu vaqt davomidagi olingan ma'lumot va uni tahliliga bo'lsa, juda analizga kam vaqt talab etiladi. Shuning uchun har qanday sun'iy intellekt platformasini ko'radigan bo'lsanglar, bazasi platformasi ko'pincha 1 yil oldingi data, ya'ni hozir 2026-yilni ma'lum bir sanasida yashasak, uni bazasi 1 yil oldingi 25-datadagi baza bilan yangilangan bo'ladi. Lekin kimdir uchun bu aktual ma'lumot, lekin ilmiy tadqiqotlar ishida bu eskirgan ma'lumot hisoblanadi. Bizni aynan oxirgi shu yillarga kerak bo'lsa 1 kun oldin, kerak bo'lsa 10 kun oldin chiqqan ma'lumotlar bilan ishlashimizga to'g'ri keladigan bo'lsa, biz oldin sun'iy intellektda onlayn qidiruv rejimini ishga tushirishimiz va mavjud bo'lgan ma'lumotlar bazasi va mavjud bo'lgan yangi ma'lumotlarni hammasini kerak bo'lsa sanalar bo'yicha ограничение qo'yib, data bo'yicha ограничение qo'yib turib qidirishimiz to'g'ri keladi. Bu turdagi ma'lumotlarda sun'iy intellektga biroz noqulaylik tug'diradi. Ya'ni nimani qayerdan topsa, iloji boricha ko'proq ma'lumotni chiqarib berishga harakat qiladi. Bu esa o'z-o'zidan ma'lumotlari soxtalashi yoki bo'lmasa haqiqatdan sal uzoqlashishiga sabab bo'lib qoladi. Bu sun'iy intellektda hozirgi kunda kamchiligi. O'zini mavjud bazasidan bo'lak dostoverniy ma'lumot chiqarib beradi. Yangi onlayn rejimda biroz anglashmovchiliklar, qiyinchiliklar mavjud. Va shuning uchun ham insonlarga yana ham e'tiborliroq bo'lishlari Shuning uchun tushuntirishga harakat o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytmoqchi bo'lgan narsam, bu sizga ma'lumotlarni tez topish va umumiy katta oldingizga qo'ygan maqsadingizni mayda qismlarga bo'lib olish uchun juda qulay vosita. Lekin unga to'lig'icha ishonish maqsadga muvofiq emas. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan Minbar tok-shousining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Yana muhim mavzularda uchrashguncha omon bo'ling.